Qadrdonlar, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng arzon narxlarda eng sifatli rattan stol stullar, ya'ni to'qima stol stullar. Bu yerda xolasangiz donasini 270 ming so'mdan tayyorlab berishadi. Rangini farqi yo'q. Xolasangiz oppoq jentrangizga moslab, xolasangiz mokri jentrangizga moslab zakaz beraverasiz. Xo'sh, mana bu 6 talik stol stulimiz 2 million 500 ming so'm vodiy bo'yicha dastavkasi mutlaqo tekin. Agarda sizga 4 talik kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda xon taxtasi kattaroq variantda bo'ladigan bo'lsa, narxi 2 million 200 ming so'm, agarda 90 ga 90 bo'ladigan bo'lsa, 1 million 900 ming so'mdan zakaz beraverasizlar. Mana ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng arzon narxlarda xohlasangiz xon taxtasini 4 burchak qilib berishadi, xohlasangiz yumaloq qilib berishadi. Mana ko'rib turibsizlar, o'sha deko fasonimiz 6 taligi 2 million 700 ming so'm, agarda 8 talik zakaz beradigan bo'lsangiz 3 million 700 ga tayyorlab berishaveradi. Oynagi kalyonniy bo'ladi, bemalol 100 kilogacha ko'taradigandan bo'ladi. Rangining farqi yo'q, qadrdon aytib o'tganimizdek. Mana bunimiz esa Isabella fason deyiladi. Shunga ham juda ham ko'pchilik ishqibos bo'lyapti. Ko'proq material ketadi, ko'proq mehr beriladi, ko'proq vaqt talab qilinadi, qadrdonlar. Buni komplektida suyanchig'i bo'ladi, tagida o'rindig'i bo'ladi. Bunimiz 6 taligi 5,5 million so'm, 8 taligi 7,5 million so'mdan tayyorlashib berishaveradi. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kaminterin qishlog'idan bo'lyapti. Kimga shunaqangi eng arzon narxlarda rattan stol stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Agarda siz 1 komplekt oladigan bo'lsangiz, vodiy bo'yicha dastavkasi mutlaqo tekin. Agarda 10 komplekt oladigan bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'yicha yetkazdirib berilaveradi. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston ham aloqaga chiqaverasizlar, kelishilgan narxlarda yetkazdirib berishyapti akalarimiz. Tamom.